Assalomu alaykum. Bugungi navbatdagi vizitga uchrashuv qatnashuvchilari. Bugun sizlarga navbatdagi uchrashuvimizda bankdagi mahsulotlar, ya'ni bankdagi ochiq kreditlarimiz bo'yicha qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Hozirgi kunda bizlarning Shimay Agrobank filialida, Agrobank Shimay filialida biriktirilgan 6 mahallamiz bor. Shu 6 mahalla kesimida bizlarda kreditlarimiz beriladi. Bu degani jurnsiz fuqarolarning bandligini ta'minlash maqsadida. Mahallelerning adını atab o'tadigan bo'lsak, birinchi кезекте Baxtli Abdujaym baqa hamda Abad Makan, Berda, Temiryo'l, Qarako'l, Ko'nchi mahallelari bizning bankimizning biriktirilgan mahalleler bo'lib hisoblanadi. O'sha biriktirilgan mahallelardagi jurnsiz fuqarolarning bandligini ta'minlash maqsadida bizlarda Shimay Agrobank filialida 5 million so'mdan 20 million so'mgacha kreditlarimiz hozirgi kunda berilyapti. Bu qanday tarzda beriladigan tushuntirib o'tamiz. 5 million so'mlik kredit liniyalarimiz ochiq. Sol kreditimizda 1 yilga, ya'ni 12 oy muddatga yillik 25% dan yer bolalarga yillik 25% dan, ayol qizlarimizga yillik 23% dan kreditlarimiz beriladi. Plastik kartaga solib beriladi. Kredit ta'minotdan sug'urtaning kepilligini olsangiz bo'ladi. Yana da bir kreditimiz var. Biznesga ko'mak degan. Bu 4 yil muddatli, ya'ni 48 oyga 6 oy yengilletilgan davrimini. Bunda ayol qizlarimizga yillik 23% dan, yer bolalarimizga bo'lsa yillik 25% dan unda beriladi. Bunda sug'urtaning kepilligini yoki bo'lmasa shu shaxs kepilligini, ya'ni shu shaxs degani shu istaslayotgan fuqarolarning kepilligini beriladi. Bunda plastik kartaga solib beriladi. Bu 4 yilga beriladi. Faizlar жаңа айтып өткеніміздей. Кейін бір шарайтында сіздерменlikte kengeyttiremen деп жүрген fuqarolardan judayam жақсы kredit liniyamiz var. Bizlerin mahalle loyihasi degan. Bu 5 yil muddatga 60 oyga, ya'ni 2 yil imtiyozli davrimini, 24 oy imtiyozli davrimini 5 yilga beriladi. Bunun da tartibi sug'urtaning kepilligini yoki bo'lmasa 3-chi shaxs kepilligini beriladi. Bunda ayol qizlarimizga yillik 23% dan, yer bolalarimizga bo'lsa yillik 25% dan 5 yil muddatga plastik kartaga solib beramiz. Keyin hisob betimiz var. Spermenlikte yo'lga qo'yib, ulama shug'ullanib o'tirgan spermenlerimiz bo'lsa rayonimizda, bizlarning rayonimizning toifasi, ya'ni 3-chi toifaga moslashtirganligi sababli bizlar istiqbol yo'nalishida 100 million so'mdan 300 million so'mgacha beriladi. Bu degani 312-sonli qaror tekarida 7 yil muddatga 3 yil imtiyozli davrimini beriladi. Agar de bir MCJ korxona bo'lsa, buning ta'sischisi, ya'ni direktori ayol odam bo'lsa yillik 19% dan, yer bolalar bo'lsa yillik 21% dan beriladi. Hisob betimiz tikili bizlarda ochilgan bo'lishi kerak. 1 yil davomida aylanib bo'lgan bo'lishi kerak. Hisob betimizda tartiblarini tushuntirib o'tadigan bo'lsak, agar de boshqa bankda bo'ladigan bo'lsa, hisob betlarimiz sizin aylanib so'yoqda bo'lib turgan bo'lsa, agar de hisob betimizda so'yoqdagi оборот deymiz, оборотыңызды akelib bizlarga ko'rsatsangiz, mahallaviy bo'limimizdagi qanigalarga ko'rsatsangiz, o'rganib chiqib, shu hisob betimizni bizlarning bankka ko'chirib, keyin kreditingizni chiqarib beriladi. Hozirgi kunda bizlarda Agrobankda berilib o'tirgan mahallaviy tarafidan berilib o'tirgan kreditlarimiz usullardan iborat. Agar de kredit olmoqchi bo'lsangiz, hujjatlaringizni mahallaviy bo'limdagi qanigalarga topshirsangiz, tez orada saqlashtirib chiqarib beradi.